Bu mashinada minimum komfort, maksimum xavfsizlik hisoblanadi. Bu Hammer voyenniy mashinamizni ichkarisidan ko'rinishi, mana bu joyga o'tirib olib, pulemyotni qo'yib olib, shang'illatadigan joy ekan. Mana pulemyot o'qlarini qo'yib qo'yadi, ulab qo'yadi, shang'illatadi. Mana oyog'ingizni qo'yishingiz kerak. Mana shu sig'ishingiz kerak. Mana shu sig'ishingiz kerak. Sidenaga o'tirishingiz kerak. Tasavvur qilishingiz uchun Damas'dan ham kichkina, Damas oldi bo'ladi-yu. O'shandan ham kichkina joyda katta voyenniy bolalar mana shu o'tiradi. Endi qarang. Nima bo'ldi aka? Kalla qo'ydi, mana bu yerga parallel Kalla qo'ymaydigan aka. Orqa sal ko'proq komfort, lekin oldindan ham battar. Mana bu bo'lsa, eshikni ochadigan ruchkasi ekan. Mana shu ko'tarilgan paytda shuna ochiladi. Katta bunkerni eshigini ochgandek bo'lasiz. Temir korpusdan jarohat olmasligi uchun poralon yumshoq qilib qo'yishibdi. Kuzovni qalinligi necha millimetr bor. Mana bu bo'lsa oynaniki. Qaranglar oynani. Endi oldini qarang. Oyoq qo'yadigan joy kichkinaligini qaranglar. Mana shu qo'lim bir qarashda sal kattaroq. O'tiradigan o'rindiqlari. Motor mana mashtgacha kelgan. Mashtgacha motor kelgan, ketdi bu yoqqa. O'rtadagi kenglikni qaranglar. Ana tepada pulemyot. Mashinani kengligini his qilishingiz uchun 2 metrdan kattaroq-da. Hammer